Ha, men Zelnamos tomondan kelyapman. Qaytqa 300 metr yetmasdan Koxonur kafe biz ochildi deb yozib qo'yib. Yangi ochilgan paytda ovqatlar normalniy bo'ladi. Bir kirib ko'raylik. Assalomu alaykum G'ayrat aka. Assalom. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Bu yerda nima qilyapsiz aka? Bu tekshirgan ekanmi, qanaqa ovqatlari bor ekan deb hamma yozib qo'yaveradi. Biz ochildik deb. Aka, zo'r ovqatlar bor. Siz bu yerda o'tirmang. Sizga alohida tepada xonalarimiz bor aka. Lyuks xonalar. Yo'q, issiq aka. Juda ham shunday ham xonalar. G'ayrat aka, joylashdingizmi? Qalay xona, yoqdimi? Xotinlar ovoz kelyapti. Xotinlar gapi shekilli onaxonalardan. Aka, kunduzi ayollar keladi. Kechqurun bu yer aka choyxona. Osh bor, qozon kabob bor. Nima ovqat desangiz pishirib beradi biz povlar. Oshlardan kesib olgan.